Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xo'p, biz roppa-rosa 1 oy oldin Toshkent Zangiotaga gazoblok apparatlarimizni o'rnatib bergan edik, xuddi mana shu joyga. Xo'p, akamiz video qilib shu g'ishlarni zo'r sotyapti ekan, sotuvga zo'r qo'yibdi. Xudo xolasa sotuv zo'r deyapti. Bizga video qilib tashlagan ekanlar. Xo'p, mana shuni YouTube'ga qo'yib yuboray dedim o'zim. O'sha xursand bo'lib, mana ukam zo'r, hamma yoq savdolar zo'r deb tashlagan videosi bu. O'zim mana hozir shuni YouTube'ga qo'yaman deb. Xo'p, manzil o'sha Toshkent Zangiotada. Joyida 17 ming so'mdan berishyapti ekan. 17 ming so'mdan joydan bemalol olib ketaverasizlar. Sotuv juda zo'r ekan. Hozirda bir haftasi zakasimiz bor deyishyapti. Bu yerga 10 tani, 12 tani qolib olib o'rnatganmiz. Xudo xolasa bag'iga ko'paytiraman deyapti, o'sha realisli qilib. Xo'p, shunga Toshkentdan ko'pchilik so'raganda gazobloklarni. O'shunga buni Toshkent akalarimizni telefon nomerlarini ekranga qo'yib qo'yaman. Shu Toshkent viloyati, Toshkent atrofidagilar bemalol chiqib aloqaga chiqib gazoblok xarid qilishlari mumkin. Mana hatto borib o'sha qurilish bo'layotgan joydan ham syomka qilishgan. Mana gazobloklari haqiqatda zo'r chiqyapti ekan. Videosini ham tashashgan, o'zini ham qattiqliklari zo'r. Mana bemalol olishib urishyapti ekan. Mana shunaqa kimga qiziq bo'lsa, shunaqa gazobloklar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ekranga nomerlarni qo'yib qo'yaman. Narxlari ham o'ta zo'r narxda, 17 ming so'mdan menimcha Toshkent atrofida yo'q gazoblok. Hop, yangi boshlaganlar uchun o'sha sifatli, puxta qilib gazoblok chiqarishyapti. Narxi ham zo'r narxda. Unaqa qimmat emas, narxi o'ta past emas, zo'r narxda chiqarishyapti ekan. Bemalol borib, ko'rib olsalaring bo'laveradi. Mana gazobloklar holatlari. Katta mashinalar ham 300 400 yuklangan ham tiniq borgan. Yangilari ham kelyapti, mana eskilari. Shunaqa akamiz xursand bo'lib video tashlagan ekan. YouTube'ga joylab beryapman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'p, ekranga yana kim gazoblok biznesiga qiziqmoqchi bo'lgan aka-ukalarga o'zimizning nomerdan ham qo'yib qo'yamiz. Gazoblok apparatlari uchun telefon qilaverasizlar. Hammasini avtomatlikni deysizlarmi, ruchnoy, yer qolib hammasini tayyorlab beramiz. Bemalol aloqaga chiqib, nima savollaring bo'lsa beraverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.